Siz xohlasangiz g'ijimlasangiz ham bo'ladi. Bundoq qilasiz, tekis bo'ladi. Puf! Bitta aboy puliga 3 ta dona aboy olasiz desam ishonasizlarmi? Bo'lmasa qani ketdik. 130 ming sotilgan aboylarni 39 mingdan qilib qo'yishdi. Mana shu yerda turgan aboylar 31-dekabrgacha. Undan tashqari 220 ming sotilgan aboylarni endi 109 mingdan xarid qilasiz. Shu 220 ming aboy bitta olgan bo'lsangiz endi ikkita olasiz. Ko'ryapsiz? Ayollarimiz mazza qilib ishlatishadi, mamna qilishadi, bolalar artishadi, kirtaysiz. Prosta artib qo'yishadi, mo'sh. Ko'rishing. Xohlasangiz mana bunaqa barglik bor, a? Nima sansa? Qarang, nima sansa? Xohlasangiz mana bunaqasi bor. Bular ham yoqmadimi mana? Qaranglar. Mayda zarligi bor, sifatini ko'ring. Gap bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari bitta aboy puliga 3 ta aboy olasiz desam ishonasizlarmi? Bu ham mo'sh, ukrainskiy, 350 ming sotilgan, 129 mingdan. Bu ham xuddi shunaqa. Bunda olasiz, xohlasangiz g'ijimlasangiz ham bo'ladi. Bundoq qilasiz, tekis bo'ladi. Bu ham mo'sh bo'ladi. Mana shu turgan bo'ylarni hammasini 31-dekabrgacha kelib xarid qilsanglar bo'ladi, skidka narxi. Xo'p, do'konligi bittasi Sergelida, ikkinchisi paneli Gumbaz bozorida. Videodagi chiroyli ikkita nomer yozib qoldiraman. Srochna aloqaga chiqib 31-dekabrgacha foydalana olinglar.